Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, chorva ishqibozlari, aka-ukalar. Akalar, mana bugun hafta kuniga yakshanba 1-fevral o'yinning boshida chiroyli ikkita qo'yimiz kelgan. Ularni video qilib beramiz. Ikkovi ham sog'liq. Mana biz toza qo'ydi bolasi, mana qo'zini ko'ringlar, e'tibor beramiz. Bunisi 2 oydan o'tgan bo'g'oz, qochgan. Bunisi noma'lum, 50-50. Bunday ko'rsatmashlarchilar qilib video qilib beraman. Xudo xolisa videoni boshida aytib o'tamiz. Videoni orqacha ko'rib like bosib turasizlar, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Mana shu 2 donagina qo'z sog'lig'imizni aytib o'tamiz. Yana bitta qo'z, arzon qo'zimiz bor. O'shani ham xudo xolisa chiqarib beramiz. 3 dona bugungi videoga 3 dona chiqadi. Akalar, mana videoni boshida aytib o'tamiz. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar. Sizlar izlab yurgan qo'ylar ham uchrab qolishi mumkin. Didlaringdagi qo'ylar ham chiqib qolishi mumkin bu kanalda. Kanalimizda yangilar obuna bo'lib qo'yamiz. Mana ikkovini ham qulog'i butun. Mana bu qo'ziga bitta e'tibor beramiz. Toza sariq. Juni ham tim qora. Yiltirag'idan. Nargisi ham o'zimizda o'sha sariq qo'zidan. Tishi chiqqan uni, tishi bor uni. Ikkovi ham bo'y basti, hamma yo'g'i bir xil. Puli ham, narxi ham o'ta arzon yo'lida. Yeb ichishlari zo'r, sog'lom qo'ylar, xudo xolisa. Qiziqsalaring, telefon qilsalaring, aloqaga chiqsalaring, video qilib beraveraman yana. Ishlaring bitadi. Bitta yurishlarini ham baho berib qo'yinglar. Jonivorlar. Dastlabkamiz Samarqandgacha bo'ladi. Ikkovini olaman degan odamga 9.200.000 ga Samarqandgacha dastlabkasi besplatno. Toshkent, Samarqand, Jizzax ketaveradi. Qiziqqan akalarimizga. Bo'ylari 75 plus minusda. Bitta yurishini ko'raylikda, keyingi qo'zimizni chiqamiz. Qochib yuraversin o'sha yerda. Mana yurishlarini ham bitta baho beramiz. Mana akalar, yurishlari o'ta pokiza boqilgan, chiroyli. Xudo xolisa mana bu qorasi tug'ib bersa, nargisi endi 50-50. Uni bo'g'oz deb sotib bo'lmaydi. Bunisi 50-50 qo'chqarimdan yurgani. Ammo nargisi naq yelin bez tashab qoldi. Nargisini qaranglar, tum qoraligini. O'ta chiroyli qora. Kelishgan katta qo'ydi bolasi. Zoti ham toza buni. Keyingi qo'zimizdan olib chiqamiz. Eshit ochib kirgizib. Mana akalar keyingisiga. Olapakkisidan. Bu ham qo'zi. 5-6 oylik qo'zi. Mana qaranglar, dumbalari ham tikka. Garbonosi ham chiroyli buni ham. Holatlari ideal, qulog'i butun, oyoq qo'li baquvvat. 5-6 oylik qo'zi. Yeb ichishlari o'ta dahshat. Bu jonivorni qo'y qilib olib yurib, bolasini olaman degan odamga o'ta zo'r tavsiya qilaman. Nimaga desalaring, buni yelkalik, polvon qo'ydi. Quloqlari ham zo'r, mana quloqlarini qaranglar. Buni ham yeb ichishlari zo'r, hamma yo'g'i zo'r. Bu ham Samarqandgacha dastlabkasi besplatni. Telefon qilsalaring, qiziqqanlar bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. 3.400.000 ga Samarqandgacha dastlabki qilib beraman. Mana bitta e'tibor beringlar, dumbarazres, oyoq qo'li baquvvat mana. Mana yurishin. Olapakki qidirib yurgan akalarimizga bu videoni tashlab qo'ysizlar, qo'yda qaranglar. Jonivor. O'ta ideal kelishgan holatda. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Qo'y Namangan viloyati, Namangan tuman Tepaqo'rg'on qishlog'ida turibdi. Xudo xolisa telefon qilsalaring ishlarni bitiramiz.